Ko'pchilik haydovchilar zapravkaga priborkadagi benzin ko'rsatkichi oxirgi chiziqqa tushib, kolonka chirog'i yongandan keyingina kirishga odatlangan. Chiroq yongandan keyin ham bemalol 50 km yuradi degan ishonch ko'pchilikning ongiga o'rnashib qolgan. Mashina chindan ham yuradi, lekin aynan shu odat sizning benzin asosingizni sekin-asta qovurib umrini qisqartirayotganini bilasizmi? Olaylikni ayamang, hozir aytib beraman. Nasosni ko'pchilik bakning tagidagi axlatni tortib olgani uchun buziladi deb o'ylaydi, lekin zamonaviy nasoslarda buning uchun o'ta qalin to'r filtrlar bor. Asl va dahshatli muammo haroratda. Hozirgi zamonaviy avtomobillarning deyarli barchasida elektr yonilg'i nasosi to'g'ridan-to'g'ri bakning eng tubiga, benzin ichiga botirib o'rnatiladi. U 3 dan 6 bargacha bo'lgan yuqori bosimda yonilg'ini dvigatelga qarab uzluksiz haydaydi. Har qanday kuchli elektr motor kabi benzin nasosi ham to'la quvvatda ishlaganda dahshatli darajada qiziydi. Uni sovutish uchun hech qanday parrak yoki alohida tizim yo'q. Nasosni o'rab turgan va uning ichidan oqib o'tayotgan muzdek benzinning o'zi yagona sovutish suyuqligi vazifasini bajaradi. Bakdagi benzin miqdorini oxirigacha tugatib, sariq chiroqni yoqib yursangiz, nasosning tepa qismi suyuqlikdan chiqib, ochiq qoladi va suyuqliksiz qolgan benzonasos tez qizib ketadi hamda burilishlarda o'ziga havo tortib, quruq ishlashi oqibatida butunlay kuyib ishdan chiqishi mumkin. Ayniqsa yozning jazirama kunlarida sariq chiroqda yurish nasosning bir necha soat ichida to'liq ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun yonilg'i nasosi sizga yillar davomida bezovta qilmay xizmat qilishi uchun bakdagi benzin miqdorini chorak 1/4 qismidan pastga tushirmang.